Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindoshlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tövəndə təfsili məzmunlarını dikkatinglarga sunamiz. Şərq Türkistan sürgün hökumətinin Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor o'tgan noyabr oyining oxirida Avstraliyalik iqtisodshünos, siyosiy faoliyatchi Gonter Fitlinning ziyoratini qabul qilib, Şərq Türkistan va mustaqillik ko'rishi haqida so'ralgan savollarga javob berdi. Söhbətning baş qismini oldingi xabarlarimizda anglatgan edik. Hozir davomini anlatamiz. Riyosatchi Gonter Fitlinger Xitoyning tashqi siyosati va Rossiyaga bo'lgan yaqinligini qanday tushundirsiz deb so'rganida, Tashqi ishlar va bexatarlik ministrimiz Salih Xudoyor, menimcha Xitoyning Rossiya bilan bo'lgan munosabati 100 yildan 150 yilga qadar so'ziladi. Faqat fursat izlash uchun qurilgan munosabat. Amaliyotda Xitoy Rossiyaga ishonmaydi. Ular boshqa davlatlarga ham ishonmaydi. Fursatning qanchalik tug'ilishi uning uchun afzallik. Hozirgidek Xitoyning Rossiya bilan hamkorlashishining sababi birinchisi ularning dushmani o'rtaq, ya'ni ikkilisi G'arbga, Yevropaga qarshi, Amerikaga qarshi, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga qarshi. Xitoyning Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa o'rtaq gavdasi, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti qatorliqlarning hammasi dushmani. Bularning hammasi Rossiya bilan bo'libmi iqtisod, siyosiy va harbiy jihatda bo'lgan hamkorligining sababi. 2022 yili Putin Olimpik tantarbiya yig'iniga qaytilganda Xitoy bilan maxfiy bir kelishimnoma tuzgan. Xi Jinping ishg'olga yeshil chiroq yoqib, biror ish bo'lsa, men sening orqangda degan uchurni bergan edi. Asosiy masala mana shu. Urushning uzunga so'zilishining sababi Xitoyning iqtisodiy, texnika va ashyo to'shishda yordamlashishi, Rossiyaning iqtisodini qutqizishi, armiyasiga yordam berishi qatorliqlar. Albatta, Xitoyning Rossiyaning Ukrainani ishg'ol qilib olishiga yordam qilishi kun tartibga qo'yilganda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi orqada qoladi. 2021 yildan 2022 yilgacha bo'lgan oralikda hukumatlar Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilib aybladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyni ayblaydigan bir necha qarorni chiqardi. Xitoyning mas'uliyatini surishti qilishga tirishdi. Xitoy Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchiligini fursatga aylantirib, ularni urushga soldi. Hozir nurg'ulg'an davlatlar Xitoyni xotirjam qilib, Rossiyani urushdan to'xtata olamdikin deb yaxshi muomala qildi. Xitoy bo'lsa dunyoning diqqatini urushga burvatdi deb javob berdi. Riyosatchi Xitoy 2022 yildagi Olimpik tantarbiya yig'ini orqali Rossiyaning Ukrainaga xohlagancha hujum qilishini qulaylashtirdi deganida, bu bir murakkab masala. Urush tirishchilik uchun siyosiy, iqtisodiy qatorliq yordamlarga muhtoj bo'ladi. Rossiyaning urushni uzun vaqt davomlashtirish uchun Xitoydek yana bir yordamlash kuchisi yo'q, deb javob berdi. Sharq Turkiston xalqi urush jarayonida vayron bo'ldimi deb so'rganida, texmo vahshiylashib ketdi. Xalqaro jamiyat irqiy qirg'inchilikni ancha tilga olmas bo'ldi. Hukumatlar Xitoyni ayblamayotdi. Amerika davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildi. Xitoyni eng ko'p tanqid qiladigan Kengash palata a'zosi Marko Rubio tashqi ishlar ministri bo'lgandan keyin tamoman sukut qildi. Amerika Xitoy bilan hamkorlik ustida, hamma davlat hal qilish chorasi sifatida biz Xitoyni tinchlantirsak, Xitoy Rossiyani urushdan to'xtata oladi. Diqqat qilishimiz kerak, bo'lmasa bu urush uzunga so'ziladi deb qaraydi. Amaliyotda urushni darhol oxirlashtirmoqchi bo'lganda, eng yaxshi usul bizning Rossiyaga tutgan pozitsiyamiz, ya'ni iqtisodiy jihatda jazo berish, dunyo bozoridan chekindirish, Xitoyning mollarini sotib olishni to'xtatish, o'lchamni o'zgartirish, Xitoyning qilayotgan vahshiy qilmishlaridan javobgarlikka tortish. Biz bu jinoyatlarga qarata o'xshash qaror, o'xshash dalillarga muhtoj, deb javob berdi. Riyosatchi Amerika Kengash palata a'zosi Lindsey Graham Indian Xitoy Amerika qurultayida muhim bir jazolash tadbirini o'tirg'a qo'ydi. Bu haqda nimalarni o'ylaysiz deb so'rganida, Tashqi ishlar va bexatarlik ministrimiz Salih Xudoyor, menimcha faxrlanish kerak. Jazolash bo'lmaganda nimalar yuz beradi deganda, chetishma yanada davomlashadi. Ikkala tarafdan insonlar o'ldiriladi. Shunga bu urush to'xtatishga muhtoj. Hindistonning arzon benzin sotib olishga imkoniyati yaratiladi. Xitoyga ikkinchi darajalik jazo berganda bu urushni chaqqan oxirlashtirib qolmay, boshqa davlatlarning bu jinoyatlarga sherik bo'lishini to'xtatqili bo'ladi. Xalqaro jamiyat bu urushni oxirlashtirmoqchi bo'lsa, boshqa mavjud tahdidlarga, ya'ni Xitoyga markazlashishi lozim. Bu tahdid yolg'iz ishg'ol ostidagi xalqqa qartilgan tahdid emas, yoki Hind tinch okean davlatlariga qartilgan tahdid emas, balki Amerika va Yevropa birligiga qartilgan tahdid. Nurg'ulg'an Yevropa birlashmasi shirkatlari Xitoy bilan bo'lgan savdoni to'xtatishi kerak. Chunki Xitoy texnika va iqtisodiy josuslik qilmishi bilan shug'ullanadi. Texnik o'g'irlaydi.
Xitoyning avtomobil sanoati dunyoning har qaysi joylarini qopladi, dedi. Riyosatchi, sizlarning tashqi siyosatinglar Ukrainani qo'llamdi deb so'rganida shundoq. Barliq millatlar, davlatlar tashqi tajovuzchiga qarshi turish, o'zining eglik huquqini qo'g'dash, irqiy qirg'inchilikqa taqobil turish majburiyati bor, deb javob berdi. Ukraina hukumati ilgari Checheniya hukumatini e'tirof qilgan edi. Sizlarning surgunda hukumatinglarni e'tirof qildimi deb so'rganida Ukraina parlamenti Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligini ayiblagan osondagi parlamentlarning biri. Ukrainamo Xitoyning Rossiyaning ishg'oliyatini to'sib kelishiga ishonadi. Bu bir xam xiyol. Xitoyning bu urushni qo'llashdagi sababi biri o'rtaq dushman. Xitoymo Rossiyamo g'arb davlatlariga dushman. Xitoy g'arb davlatlarini Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti va Amerikani dushman deb qaraydi. Xitoy bu urushni qo'llash orqali ham Rossiyani, ham Yevropani, ham Amerikani ojizlata oladi. O'zini kuchaytirib boshqa davlatlarni ola oladi, deb javob berdi. Sizning surgunda hukumatingiz Checheniya surgunda hukumati tarafidan qo'llash, e'tirof qilishga erishdimi deb so'rganida, shundoq, biz ichkariya Checheniya surgunda hukumati bilan bir qancha qatim yig'in chaqirdik. Checheniya xalqi bilan do'stlik munosabatimiz bor deb javob berdi. Riyosatchi, qo'shnilaringlar bilan inoq ittifoq o'tamizlar deb so'rganida, biz barliq qo'shnilarimiz bilan yaxshi munosabatda o'tamiz. Xitoymo qo'shnimiz bo'ladi. Biz Xitoy davlatining mavjud bo'lib turishiga qarshi emas, ammo jinoyatlarning mas'uliyatini ustiga olishi kerak. Shundoq bo'lganda biz dushman chiqarmaymiz. Biz necha ming yillardan beri qo'shni davlatlar sifatida mavjud bo'lib kelgan. Xitoy bizning davlatimizga tajovuz qilgan. Biz boshqa tajovuzchilardan Xitoyni xatarlik tajovuzchi deb qaraymiz, deb javob berdi. Riyosatchi, sizning davlatingiz qandoq bir davlat bo'ladi? Barliq huquqni o'z qo'lida tutgan, Xitoydan tashqari to'liq mustaqillikqa ega Sharq Turkiston davlati bo'lamdi. Kesak davlatlar birligi, Shanxay hamkorlik tashkiloti degandek tashkilotlar bilan yaqin munosabatda bo'lamdi yoki o'r dunyodagi Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti, Yevropa birligi va boshqa demokratik davlatlar bilan yaqin munosabatda bo'lamdi. Diktator tuzumdagi davlat bo'lamdi yoki erkin davlat bo'lamdi? Qandaq rol modeliga ega davlat bo'ladi deb so'rganida, biz Sharq Turkiston Jumhuriyati asliga kelib, Sharq Turkiston xalqi saylam orqali bir hukumatni o'tirg'i chiqarguncha mustaqil, egalik huquqli Sharq Turkistonga vakillik qilamiz. Biz davlatimizga xizmat qilamiz. Albatta, Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan aloqamiz bo'lmaydi, chunki u tashkilot bizning mustaqillik ko'rishimizni to'salg'iga uchratish uchun qurilgan tashkilot. Agar munosabat o'rnatganimizda yanada mustaqilligimiz va egalik huquqimizga tahdid elib keladi. Xitoyning O'rta Osiyoga kengayishi, ishg'oliyatiga osonlik tug'dirib beramiz. Tashqi siyosatimizda barliq qo'shni davlatlar demokratik jamiyat bilan do'stona hamkorlik munosabati o'rnatamiz. Bizning rol modelimiz dunyoning har qaysi joylarida o'xshash bo'lmagan sistemalar bilan do'stona munosabat o'rnatish. Bizning surgunda hukumatimiz iqtisodiy, siyosiy nuqtadan yoki parlamentlik sistemasi, prezidentlik sistemi nuqtasidan Angliyaga asoslandi. Chunki u bir davlat, ularning bosh ministri bor. Bizning Qozog'iston, O'zbekiston bilan etnik yaqinlik munosabatimiz bo'lsa-mu, balki biz ulardan yaxshi sistema quramiz. Chunki siyosiy va iqtisodiy nuqtadan biz ulardan farqlanamiz. Yevropa davlatlari Amerika bilan kuchli munosabat o'rnatamiz. Bu davlatlar bilim, texnik ehtiyojimizni qamdaydi. Bizda qo'llanishga tegishli tabiiy boyliqlar bor. Biz bu davlatlarning hukumatlarining g'alabalik taraflaridan o'rnak olamiz, deb javob berdi. Suhbatning davomini keyingi xabarlarimizda diqqatingizga izchil sunamiz. Sharq Turkiston surgunda hukumatining muavin raisi Sayragul Savutbay Sharq Turkistondagi jazo lagerlarida o'z ko'zi bilan ko'rgan Xitoyning dahshatli bostirish qilmishlarini yana bir qatim anglatdi. Muxbir Antonio Gerisiofo Epoch vaqti xabar to'riga 14 yanvar kuni Xitoy Kompartiyasining qayta tarbiyalash lageridan qochib chiqish nomli bir suhbat maqolasini e'lon qilgan bo'lib, maqolada asosliqi mundaq deyildi. Bir sobiq o'qituvchi Xitoyning qayta tarbiyalash lagerlaridagi qalaymaqon bosqinchilik qilish, qiynash, tug'mas qilib itish va jinoyatni to'qib chiqib qarchaplash qatorliqlarga shohid bo'lganligini so'zlab berdi. Xitoy Kompartiyasi Xinjiang deb ataydigan Sharq Turkistonning Ili-Qozoq avtonom oblastidan chiqqan 58 yoshli qozoq ayol doktor Sayragul Savutbay bu rayondagi qayta tarbiyalash lagerida Xitoy tili o'qituvchisi bo'lib ishlagan. U shu chaqdagi yillarini so'zlab, men to'plashib bosqinchilik qilish qatorliq bosqinchilik va boshqa insoniyatga qarshi zo'ravonliklarni o'z ko'zim bilan ko'rdim dedi. Sayragul Savutbay aslida 5 bolalar bog'chisining mudiri ekan. 2016-yili Xitoy Kompartiyasi keng ko'lamli tutqun qilish jarayonida qayta tarbiyalash lagerlarining birida Xitoy tili o'qituvchisi bo'lib ishlashga majbur bo'lgan.
U bu lagerlarning rasmiy holda kasbiy tarbiyalash markazlari deb ataladiganligini, ammo tutqunlarning ichiga qamalib sirtqa chiqishga ruxsat qilinmaydiganligini tushundirdi. Uning aytishiga qaraganda, turma jazosidan farqli holda hech qanday sud jarayoni, ayblash va muddat belgilanmagan. Kishilar qanchalik vaqt tutib turiladiganligini yoki qo'yib berilmaydiganligini bilmaydi ekan. Eng achinishli tarafi bu aniqsizlik o'zliksiz qo'rqinch paydo qilgan bo'lib, normal turmush sistemasida hatto nurg'ulg'an yillarga hukm qilinganlarmi muddatining qachon oxirlashadiganligini bilib shu umid bilan yashaydi ekan. Lekin lagerlarda hech kim qachon qo'yib beriladiganligini bilmaydi ekan. Nurg'ulg'an kishilar tutib turish o'rnida qazo qilgan, yana ba'zilari atyogun o'lib ketishidan ansirab yashaydi ekan. U majburiy ishlashga majbur bo'lgan lagerda ayol, yosh qari bo'lib, qozoq, qirg'iz, Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini o'z ichiga olgan taxminan 2500 nafar odam tutib turilgan. Lagerlarning ichi va sirtida hamma yerda bexatarlik kamerasi bor ekan. Lagerlarning bulon puchqoqlariga kuzatish kamerasi o'rnatilgan bo'lib, 24 soat kuzatib turadi ekan. Kamera yo'q birdan-bir joy qora uy deb atalgan bir uy bo'lib, u dars o'tayotgan vaqtida bexatarlik qismlariga kirib, tanlangan kishilarni tortib chiqarib, qorong'i uyga elib ketadi ekan. U uydan qiyochiya qutqizishni talab qilgan vaqirash ovozlari keladi ekan. Necha yillardan buyon lagerlarda majburiy tug'mas qilib o'tish va tibbiy sinoqning borligi to'g'risida ayblashlar tarqalgan bo'lib, Sayragul Saudbay bu ayblashlarni jazmlashtirib, bu zo'ravonlikning jismoniy jihatdan qiynashdan halqib ketganligini, qiynashdan boshqa ularga tibbiy sinoq elib berib, tug'mas qilib o'tadigan o'quvni urdiganligini aytdi. Uningdan boshqa Xitoy Kompartiyasining nima maqsadda bu qilmishlarni yo'lga qo'yganligi so'ralganda, Sayragul Saudbay qozoqlar, qirg'izlar, Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining Sharq Turkistonning yerlik aholisi ekanligini va bu lagerlarning uzun yillardan buyongi yerlik nüfusni yo'qotish siyosatining bir qismi ekanligini tushundirdi. Uning so'ziga qaraganda, tutib turilganlar gunohsiz bo'lib, hech qanday jinoyat o'tkazmagan. Lagerlarga kirgandan keyin doiralar ularni tutib turganligini aqlash maqsadida ayblashlarni to'qigan. Uyg'urlarni terrorchi yoki bo'lginchi deb ayblaydigan bo'lib, agar ularning diniy e'tiqodi bo'lsa, ularni asabiy deb ayblaydi ekan. Agar ular kimligini saqlab qolishga urinsa, ularni bo'lginchi yoki terrorchi deb ataydi ekan. Bu belgilar doim tutib turishning tub sababi sifatida ishlatiladi ekan. Sayragul Saudbayning aytishicha, hukumat organlari qozoqlarni tutqun qilishning asosiy sifatida Qozog'iston bilan bo'lgan munosabatini, uning ichida u yerda tuqqanlarning bo'lishi, Qozog'istonga sayohat qilishi, Qozog'istonda turish ijozatnomasiga ega bo'lishi, hatto chegara sirtidagilar bilan aloqalashi qatorliqlarni ko'rsatgan. Uning aytishicha, o'xshash ayblashlar hukumat organlarining ichki qismida 26 terrorchi deb atab olgan davlatlar bilan munosabatlik har qanday qadamga qaratilgan. U Xitoyning tutqun qilishini aqlash uchun taxminan 30 xil rasmiy ayblash ishlatganligini, vaziyatning umidsiz, agar izchil nazorat qilish bo'lmasa, ba'zi kishilarning o'zlarining joniga zomin bo'ladiganligini, u o'qituvchi bo'lish sifati bilan qiynalmaganligini, ammo turmushining mahbuslarnikiga qaraganda ozroq yaxshi ekanligini, mahbuslarga kunda shou guruch bilan bir tal mo'mi berganligini, o'ziga mahbuslarga o'xshash tashqi dunyo bilan aloqa qilishga ruxsat qilmaganligini, 2018-yili lager ichida yuz bergan ishlarga shohid bo'lgandan keyin Xitoylarning uni qo'yib berganligini, ammo uning yasli mudirlik vazifasini asliga keltirishni rad qilganligini, ko'p o'tmay uningga Xitoy Kompartiyasining uni bu qatim mahbus sifatida lagerga qaytarib o'tishni planlaganligi to'g'risida ogohlantirish berilganligini, u yerga borsa tirik qololmaydiganligini fahmlab, xatarga tavakkul qilib Qozog'istonga qochganligini, qo'rqinch, arz va aniqsizlik ichida bir necha oyni o'tkazgandan keyin oxirida panohlik salohiyatiga erishganligini, 2019-yili 7-oyda Shvetsiyaga o'rinlashtirilganligini, shuningdek bilan u oilasi bilan birga shu yerda yashayotganligini aytdi. 1 milliondan ortiq Uyg'urlar Xitoyning jazo lagerlarida tutib turilmoqda bo'lib, Sayragul Saudbay ularning ichidagi salomat qochib chiqqan bir shohid. Bugungi kunda u Sharq Turkiston surgunda hukumatining muavin raisi bo'lib ishlayotdi. Uning sarguzashtlari Nuqtaliq guvohchi Xitoyning zamonaviy chog'dagi jazo lagerlaridan qachish nomli kitobda xotirlandi. Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik davomlashmoqda deyildi. She'r Tarim daryosi, Farhod Tursun. Xuddi tarim suyidek biz mushu yerda boshlangan, mushu yerda tugaymiz. Biz hech yerdan kelmagan, hech yerga bormaymiz. Agar Xudo yaratgan bo'lsa insonni, bizni Xudo mushu yerga yaratgan. Agar odam o'zgargan bo'lsa maymundan, biz o'zgargan mushu yerlik maymundan. Sakratdagi vasiyatdek
Üzük çıqırıp etilgen qandek sansız iqinlar tarım. Ey uzaqtın uzaq tilingan yara iğizi, qaçan iqib tügeydi seningdeki qan. Irqi izlardek gahi yo'qolib, gahi paydo bo'lasan. Sulolalardek gahi jahonga o'rkirab, gahi o'chsan. Biroq bo'ridek huvlagan tog'lar jakarlaydi o'chgan hammani 18 ming olamga. Biroq hech kim tushunmaydi uning tilini. Kuchlik farishtalar, yo'ruq tangrilar quyoshni tuv qilib qadigan ko'kka, u asrlar boshlangan chog'da. Cho'qidagi qiyo toshlarda qolgan qon izi. Sirg'ib chiqsan ash toshlar orillaridan, ash quyosh to'zib ketdi. Yo'tkab ketilgandan keyingi muqaddas tog', bir tal toshdan asta seni gandun qurutolmaydi. Ey tamchi qon ichida julalagan gul, yukinib sajda qiladi manzilsiz sayyo. Umayning mangulik ko'payish kuchiga seni jinsiy kasalliklar bulg'ayolmaydi. Ey karvonlar tashlab ketgan gulxon yolqinlarida maxfiy echilgan zangar rangli gul, tasma ajaba hayotlarning qinini tekshirish. Necha ming yil burunqi jasadlardanmi izdasang bizning kelib chiqishimizni, terimizning rangini izda taklamakan barxanlaridan, qinimizning tarkibini izda tarim suyidan. Xuddi tarim suyidek biz mushu yerda boshlangan, mushu yerda tugaymiz. Bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.